Aziz kuzatuvchilar, siz bilan birgalikda mana bu formulaning isbotini ko'rib chiqamiz, ya'ni isbotlaymiz. Ichki bisektrisalar kesishdan hosil bo'lgan burchak beta va o'sha bisektrisalarga aralashmagan mana bu burchagimiz alfa taqsim 2 ga 90 ni qo'shish natijasidan hosil bo'ladi. Uni qanday qilib isbotlaymiz? Mana bu bisektrisa bo'lganligi uchun bunisini A, bunisini A deymiz. Bunisini B, bunisini B deymiz. Bizda mana bu burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus, ya'ni A ni, B ni va betani qo'shsak 180 gradus. Xo'sh, demak, tashqi katta uch burchaklar yig'ilsa, katta uch burchaklari yig'ilsa, demak ikkita plus ikkita b plus alfa barobar 180 gradus. Xo'sh, demak biz sistema qilamiz. Yuqoridagi ifodani 2 ga ko'paytirib yuboramiz. 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Xo'sh, ikkita a plus ikkita b plus ikkita beta barobar 360. Demak, 2a plus 2a plus 2b plus alfa barobar 180. Ikkalasini ayirib yuboradigan bo'lsak, bizda bular qisqarib ketadi va 2 beta minus alfa barobar 180 degan ifoda qiladi. Biz bu yerdan betani topib oladigan bo'lsak, xo'sh, 2 beta barobar 180 plus alfa bo'ladi. Ana endi betani o'zini topadigan bo'lsak, ya'ni 2 ga bo'lib yuboramiz. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, beta barobar 90 plus alfa taqsim 2 degan yuqoridagi formulaning isboti kelib chiqadi. Shunga o'xshagan qiziqarli misollarning isbotlari va boshqa oson yo'lda ishlanadigan misollarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.